alaykum hammaga. Bu One Top Starter kitobi 8-mavzusi have dot, ya'ni have has dot. Have has dot bu egal bo'lmoq degani, ya'ni o'zbek tilida menda mashina bor, unda moshina bor, bizda mushuklar bor. Shunaqa degani. Have dot IUV zlarda ishlatiladi. Has got esa he she it ishlatiladi. Man ko'rishingiz mumkin. Have got I'da, you'da, we'da, zayda ishlatiladi. Has got esa he she itda. Mana endi nega qisqartirilganida mana bunday bo'ladi. Have subjektga qisqartirilib ketadi. Ya'ni agar have bo'lsa mana u have bo'lsa uzun sochlarda qisqartirayotganda mana bu boshidagi ikkita harfi har nuqtasi xususan v bo'ladi va ba'di tutuq belgisi qo'yamiz. Has desa hasda ham boshidagi har nuqtasi emas qoladi. Bu yoqlarda ham shunaqa. Endi negativi, ya'ni menda yo'q, senda yo'q degani. Masalan, menda mushuklar yo'q, unda mushuk bor, yo'q. Sizlarda telefon bor, yo'q. Yana shunaqa. Uzun so'zlarda have not got bo'ladi, ya'ni not qo'yiladi. Qisqartirilgan shaklida ham esa have bo'ladi. Mana u have va not qisqartiriladi. Have va not qisqartirilganda notdagi o'rtasidagi o nuqtasi emas, ya'ni net bo'ladi. Have'ga qo'shib qo'yamiz. Keyin o'rtasiga tutuq belgisi qo'yamiz, ya'ni haven't. Mana ko'rsangiz mumkin. Haven't got. Unisida esa ham shunaqa. He has not got, he hasn't got. Endi so'q gap, so'loq, ya'ni savol gapi. Savol gapni uzun so'zli, qisqa so'zli bo'lmaydi. Have I got? Menda bormi? Masalan nima? Have I got notebook? Menda daftar bormi? Has he got notebook? Unda daftar bormi? Shunaqa. Endi mashqlarga o'tsak, hamma tushundi deb umid qilaman. Keyin have got, has gotlarda bor. Gotni ishlatish majburiy emas, ya'ni gotni ishlatsa ham bo'ladi, ishlatmasa ham bo'ladi. Istalganingizni qilasiz. Endi qo'yib chiqamiz. Birinchi bu uzun shaklini qaydan bilamiz desangiz, mana ptichka va x qo'yib qo'yibdi. X bo'lsa inkor qilasiz, ptichka bo'lsa darak qilasiz. Endi buni qisqartirilgan shakli. Agar ptichka bo'lsa darak, x bo'lsa inkor qilasiz unda ham. Keyin ikkinchi maxluqchada nechta bor? Masalan, nechtaligini yozamiz. Masalan, it has got 2 A's. Unda ikkita ko'zlar bor. Endi yozamiz.
head ya'ni bosh nechta, arm qo'l nechta, hand qo'l nechta, arm bilan hand qo'l faqat hand degani bor panja joyida. Foot va leg oyog'i, foot panja joyi. Masalan yozib chiqamiz. Masalan bunda bitta bosh bor, bunda ikkita qo'l bor, o'sinaqa. Uchinchi moshiqda esa bu yerda bizda ikkita odam berilgan. Va sochi, ko'zi, burni, og'zi, yuzini tasvirlagan. Keyin yozib chiqamiz. Burada she is got a beautiful face deyapti. Beautiful face bor deyapti. Ya'ni chiroyli biti. Chiroyli biti bor. Chunki beautiful face deb qo'y. Yani endi he big blue eyes. Big blue eyes yo'q. Hini chunki endi small brown eyes deyapti. Buni esa big blue eyes deb o'g'il bo'ladi. Demak buni intro qo'yasiz. Agar bo'lsa darat qo'yasiz. See big nose deyapti. Unda katta burun deyapti. Qiz bolada katta burunmi? Yo'q, kichkina burun bo'lsa, buni ham intro qilamiz. Unda katta quloq deyapti. O'g'il bolada. Unda katta quloq bor, o'shanga darak bo'ladi. Qolganini o'zingizlar qilingiz. Katta chimosiq. Bor so'zlar berilgan darakda, ya'ni darak so'zlar berilgan. Siz savollarni intro o'tkazib chiqsangiz kerak. Beshinchi savol moshiqda oilangizda qanaqalar ular o'zini qani yozasiz? Masalan, menda brown hair, ya'ni malla soch deyapti. Menda malla soch bormi? O'zingiz yozasiz. Agar malla sochingiz bo'lsa, have darak yozasiz. Agar bo'lmasa intro yozasiz. Agar mening dadam katta burun deyapti. Mening dadamda katta burun bor deyapti. Agar dadangizda katta burun bo'lsa darak qiling, bo'lmasa intro qiling. Bu uyda vazif buni men tekshirib berolmayman. Endi sizlarning oilangiz qanaqaligini bilmayman. 6, 7, 8 uyda vazifa bo'ladi. 6da Ivan, Anna, Kim and Sui bin aytyapti. Birda Ivan bor. Ivanda varak bormi deyapti. Ivanga qaraysiz va varakka qaraysiz. Unda ptichka yo'q. Shunda intro bo'ladi. Annada bor. Uchraydigan bormi deyapti. Annada kayt bormi deyapti. O'zbekcha hozir ismini aytmayapti. Varak o'zbekchasi bormi deyapti. Bor, o'shanga darak qilamiz. Endi shunday ko'rib chiqib yozamiz. 7da esa it big ears deyapti. Ya'ni bu katta burun deyapti. Keyin siz bunga savol tuzasiz to'liq qilib. Keyin savolga javob yozasiz o'zingiz. 8da esa
Alex Umbrella deyapti. Alexni siz diktatorga bo'lyapti. Senda birinchi savol tuzasiz. Has Alex got an umbrella? Ya'ni Alexda soyabon bormi deysiz. Degan ha yoki yo'q deysiz. Bunda diktatorga bo'lyapti. Ya'ni yo'q deysiz. Shuni qilib ko'rib chiqasiz. Endi uyda vazifalarni tekshirasiz. 1, 2, 3, 4, 5larni qildik. 1, 2, 3, 4 larni qilamiz. Hozirgi vazifa qilingizlar, men kutib turaman. Hamma qabul deb umid qilaman. 1, 2, 3, 4 lar edim. 1, 2ni tekshirib olingizlar. Agar siz dot qo'ymagansan siz dotni qo'ysiz ham qo'ymasangiz ham to'g'ri bo'ladi. Ya'ni istalganingiz. Ya'ni hozir men qo'yibman, xato bo'ldimi u demang, to'g'ri bo'ladi. Agar qo'ygan bo'lsangiz ham qo'ymagan bo'lsangiz ham to'g'ri bo'ladi. Tekshirib bo'ldilaringiz menimcha. Endi 3, 4 mana 3, 4 tekshirib olingizlar. Hamma tekshirib bo'ldi deb umid qilaman. Keyin 5ni ham qilasizlar o'zingizlar. 6, 7, 8 uyda vazifa bo'ladi. Hozir uyda vazifani tekshiramiz. Uyda vazifa 5, 6 edi. Mana tekshiringizlar. 5ni tekshirib olingizlar. Hamma tekshirib bo'ldi deb umid qilaman. Endi 6. Agar tekshirish bo'lmagan bo'lsalaringiz qotib tekshirsangiz ham bo'ladi. Hamma tekshirib bo'ldi deb o'ylayman. Endi uyda vazifa 6, 7, 8 mashqlarni qildik. Uyda vazifani tekshirdik. Mavzumiz shu yoqda tugaydi. Keyingi mavzu progress check ekan. Hammaga xayr. Goodbye.